Bombosh turgan podvallardan oyiga $1000 dan $2000 foyda ko'rsangiz bo'ladi. Bu nima deganlar uchun mini ko'chatlar biznes hisoblanadi do'stlar. Bu ko'chatlar zo'r tomoni Yevropadan 80 xil, 90 xil urug'lar olib kelib turib, o'zimizda O'zbekiston sharoitida, ya'ni podvalda yetishtirishadi. Quyosh yo'q-yu deganlar uchun oddiygina mana shunaqa diodlardan yetishtirishadi. Ya'ni 100% tabiiy toza mahsulot hisoblanadi. Undan tashqarida buni kim oladi deganlar uchun katta restoran bor, mehmonxonasi bor yoki bo'lmasa kafelari bor akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, chiroyli holatga yetkazib berishadi. Undan tashqari odam uchun nima foydalar bor deydigan bo'lsangiz do'stlar, buni odam yesa ham, ya'ni davleniyasi borga, sahri bor uchun, undan tashqarida do'stlar, qon bosimi bor, asabiy odamlar uchun juda ham katta foyda beradi do'stlar. Endi do'stlar, mana shunaqa bo'mbosh turgan podvallarni yoki bo'lmasa domlar podvali bo'ladigan bo'lsa, bemalol soqol topsa ham bo'laveradi. Eng asosiysi quyosh nuri kerak emas do'stlar. Undan tashqarida mana shu holatda qanaqa qilib yetishtirsa bo'ladi, o'rganaman degan qiziqayotganlar bo'ladigan bo'lsa, o'rgatib ham qo'yishaveradi. Biz hozirgi kunda Farg'ona viloyati, Farg'ona shahrida turibmiz. Pastda nomeriga aloqa qiling, chiroyli narxlarga kelishgan holatda qilishadi. Biz hozirgi kunda Organic Green'da turibmiz.